Assalomu alaykum. Sizlar bilan birgalikda bugun TaxiBot 24 botida ro'yxatdan o'tishni, ya'ni haydovchilar uchun ro'yxatdan o'tishni ko'rsatib o'taman. Agarda sizda yengil mashina bo'lsa, mana shu yengil mashinangizni ushbu bot orqali ro'yxatdan o'tkazasiz va zakazlar, buyurtmalar bajarib, demak pul ishlab olsangiz bo'ladi. Bu videorolikimiz aynan haydovchilar uchun hisoblanadi. Videorolikni diqqat bilan ko'ring oxirigacha. Men hozir hammasini batafsil ko'rsatib tushuntirib o'taman. Demak, ushbu botimiz manzili video ostida pastda bo'ladi yoki albatta Telegramdan topsangiz bo'ladi. Yoki bizni ofitsialniy botimiz mana bu bot hisoblanadi. Ushbu bot bizning ofitsialniy rasmiy botimiz hisoblanadi. Bemalol mana shu botni qidirib topib ro'yxatdan o'tsangiz bo'ladi. Xo'sh, botni topganingizdan so'ng startni ustiga bosib o'tasiz, ya'ni boshlash, va sizda pastda turli xildagi tugmalar kelib chiqadi. Birinchi bo'lib biz haydovchi bo'lib ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak. Haydovchi bo'lish tugmasini ustiga bosasiz. Ism, familiya kiritib o'tasiz. Deylik, har xil o'zingizni ism, familiyangizni kiritasiz. Undan so'ng kerakli bo'lgan mashina rusumini tanlaysiz. Sizda qaysi mashina bo'lsa, o'shalardan birini tanlab o'tasiz. Deylik, Cobalt, va undan so'ng davlat raqamini terib o'tasiz. Davlat raqami aynan mana shu formatda bo'lishi kerak hisoblanadi. Boshqa format to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun albatta davlat raqamini to'g'ri va aniq qilib terishingiz kerak bo'ladi. Xo'sh, bosamiz. Undan so'ng mashinangizni rangini kiritib o'tasiz. Tanlab o'tasiz va albatta telefon raqamingizni xuddi shu tarzda kiritib o'tishingiz kerak bo'ladi. Ishlayib turgan doimiy ish faoliyatidagi telefon raqamingizni kiritishingiz kerak, chunki bu mijozlar bilan telefonda bog'lanish uchun kerak bo'ladi. Undan so'ng kerakli bo'lgan ma'lumotlarni tekshirib o'tasiz hammasini va tasdiqlash tugmasini ustiga bosib tasdiqlaysiz, yoki xatolik bo'lsa bekor qilishni ustiga bosib bekor qilib boshqatdan demak to'ldirib o'tishingiz kerak bo'ladi. Xo'sh, tasdiqlaymiz. Shundan so'ng bo'ldi, biz haydovchi bo'lib tasdiqlandik. Endi bu yerda haydovchi haqida tugmasi bor. Ustiga bossangiz siz haqingizdagi ma'lumotlar barchasi ko'rinib turadi va sizni statusingiz, ya'ni hozirgi holatingiz ko'rinib o'tiladi. Bu yerda undan tashqari profilni tahrirlash, aktiv buyurtmalar bo'lsa sizda aktiv buyurtmalar ko'rinadi, balansingiz hamda sizning statistika ma'lumotlaringiz ko'rinadi. Statistikada endi qancha zakaz qilgansiz, qancha buyurtma qilgansiz, qancha pul topgansiz, hammasi o'sha yerda ko'rinib o'tiladi. Xo'sh, deylik, ko'rib o'tamiz. Batafsil profilni tahrirlash, ism va telefon raqamlarini o'zgartirsangiz bo'ladi. Albatta mashina rusumi va rangini to'g'ri, davlat raqamlarini to'g'ri va aniq qilib kiriting. Uni keyinchalik to'g'rilashni iloji bor, lekin admin tomonidan amalga oshiriladi. Shuning uchun ortiqcha ovoragarchilik bo'lmasdan albatta to'g'ri va aniq qilib kiritishingiz kerak bo'ladi. Balans tugmasini bosib, siz balansingizni ko'rib o'tasiz. Xo'sh, endi biz zakazlarni qanday qilib olamiz? Zakazlarni olish uchun pastda ishni boshlash tugmasi bor. Eng pastda qismida joylashgan. Ustiga bosib o'tamiz va bizdan lokatsiya so'raydi. Shunga e'tiborli bo'ling, oddiy lokatsiya emas, biz jonli lokatsiya tashlashimiz kerak bo'ladi. Bu nima degani? Siz deylik, misol oddiy lokatsiya tashlaydigan bo'lsangiz ham, shunchaki lokatsiya tashlaydigan bo'lsangiz ham, sizdan oddiy lokatsiya yubordingiz, bizga jonli lokatsiya yuboring deydi. Jonli lokatsiya yuborganingizdan so'ng siz ish faoliyatiga kirishgan bo'lasiz. Shuning uchun jonli lokatsiya qanday tashlash kerakligini hozir ko'rsatib o'taman. Buning uchun mana buni ustiga bosib o'tasiz. Bu yerda ham ko'rsatib o'tilgan nima bajarishingiz kerakligi. Buni ustiga bosib o'tasiz va bu yerda joylashuv va bu yerda jonli joylashuvni ulashish ko'rsatib o'tilgan. Xuddi shuni ustiga bosib o'tasiz va davom etish.
Shundan so'ng разрешить Shundan so'ng 15 daqiqa, 1 soat, 8 soat yoki eng pastida uni faolsizlantirgunimcha degan yozuvni ustiga bosib o'tasiz yoki siz qaysidir variantni birini tanlab o'tishingiz kerak bo'ladi. O'sha davr mobaynida jonli lokatsiya sizda doimiy yoniq bo'ladi. Shuning uchun tanlab o'tasiz va ulashish ustiga bosib o'tasiz. Jonli lokatsiya qabul qilindi, buyurtmalar qidirilmoqda, siz уже onlayn holatidasiz, sizga zakazlar kelib tushadi. Bu jonli lokatsiya nima degani? Jonli lokatsiya bu Telegramni o'zini jonli lokatsiya hisoblanadi. Ya'ni sizni o'sha turgan joyingizni Telegram har 3-5 sekund davomida sizni ko'rib boradi. O'sha lokatsiyangizni bazasiga, serverga tashlaydi va sizda sizni lokatsiyangiz har 3-5 sekundda yangilanib boriladi. Shuning uchun albatta jonli lokatsiya bilan siz ishni boshlashingiz kerak bo'ladi. Hozir biz jonli lokatsiya yubordik, demak buyurtmalar qidirilmoqda, bizga buyurtmalar kelib tushadi. Bizga xuddi shunday tarzda buyurtma kelib tushadi. Qarang, bu yerda yangi buyurtma ko'rsatib o'tilgan. Buyurtmani ID raqami mijozgacha yo'l. Sizda o'sha sizni turgan joyingizdan mijozgacha bo'lgan masofa xuddi shu yerda ko'rinadi. Qancha kilometrligi hammasi mana shu yerda ko'rinadi. Va lokatsiya manzili, ya'ni o'sha mijozning pastdagisi bu yerda Google yoki Yandex karta orqali o'sha lokatsiya manzilini ko'rsangiz bo'ladi. O'zingizga eng yaqin bo'lgan o'sha mijozgacha bo'lgan masofali, eng kam masofalikni tanlab o'tishingiz kerak bo'ladi yoki o'zingizga yoqqanini tanlab o'tasiz. Undan so'ng pastdagi buyurtmani olish yozuvini ustiga bosib o'tasiz. Shundan so'ng do'stlar, sizga buyurtma qabul qilinadi. Buyurtma qabul qilinganidan so'ng mijozni telefon raqami ko'rinadi. Unda ham sizni telefon raqamlaringiz, barcha ma'lumotlaringiz o'sha mijozda ham ko'rinadi. Siz mijozga telefon qilasiz va qayerdaligini so'rab olasiz. Shundan so'ng yo'lga chiqqaningizdan so'ng mijozga yetib kelasiz va yetib keldim yozuvini ustiga bosib o'tasiz. Agarda deylik siz mijoz bilan kelisha olmadingiz yoki boshqa holatlar bo'ldi, siz buyurtmani bekor qilmoqchi bo'lsangiz, bu yerda bekor qilish yozuvini ustiga bosib o'tasiz. Shundan so'ng buyurtma bekor bo'ladi va siz yana onlayn holatida bo'lasiz. Sizga avtomatik tarzda qolgan buyurtmalar kelib tushadi. Bizga yana boshqa buyurtma kelib tushadi. Demak, mijozgacha masofa hammasi kelib tushadi. Buyurtmani olishni ustiga bosasiz va mijoz telefon raqamlari doimgidek ko'rinadi. Unga telefon qilib qayerdaligini so'raysiz va yetib borganingizdan so'ng yetib keldim yozuvini ustiga bosib o'tasiz va sizda bepul kutish vaqti bo'ladi. Bepul kutish vaqti har xil bo'ladi. Uni albatta admin belgilaydi. Shundan so'ng bepul kutish vaqtidan so'ng pulli kutish vaqti boshlanadi. U pulli kutish vaqti har daqiqasi pulli hisoblanadi. U ham uni narxi va daqiqani miqdorini admin belgilab o'tadi. Undan so'ng, demak, mijozni oldingiz, bepul daqiqa o'tdi, mijoz shuni ichida keldi, mashinangizga o'tirdi va shundan so'ng mijozni oldim va ketdik yozuvini ustiga bosib o'tasiz. Va sizda mana bunday holat, aktiv safar boshlanadi. Ya'ni bu safar aktiv safar, ya'ni bu oyna sizda ham ko'rinadi, hamda mijozda ham ko'rinadi. Bu yerda barcha ma'lumotlar ko'rinadi. Buyurtmachi ID, buyurtmani ID raqami, buyurtmachi telefon raqami, haydovchining telefon raqamlari va yurgan masofa, pulli kutish va jami. Mana shu oyna har 30 soniyada avtomatik tarzda yangilanadi. O'zi siz yo'lingizda davom etaverasiz va mana shu oyna har 30 soniyada avtomatik yangilanadi va sizning yurgan kilometrlaringiz hamda jami summalar avtomatik tarzda hisoblanib borilaveradi. O'zi avtomatik tarzda hisoblanib boriladi. Shuning uchun yetib borganingizdan so'ng
manzilga, o'sha buyurtmachini olib borgan manzilga yetib borganingizdan so'ng va mana shu oynaga qaraysiz, birozgina kutasiz, chunki har 30 soniyada yangilanadi. Yetib borganingizdan so'ng biroz daqiqa o'tish kerak. 30 soniya o'tganidan so'ng butun boshli o'sha demak mana shu yerdagi ma'lumotlar yangilanadi va sizdagi o'sha jami summa mana bu yerda ko'rinadi. Ya'ni buyurtmachi sizga to'laydigan summa shu yerda ko'rinadi. Undan so'ng siz mijozdan pulni olganingizdan so'ng buyurtmani yopishni ustiga bosib o'tasiz. Shundan so'ng buyurtmalar yopiladi. Buyurtmalar yopilganidan so'ng va bu yerda buyurtmachi yopildi deb barcha ma'lumotlar, sana, buyurtmachi telefon raqamlari, qayerdan qayergaligi Google kartalar orqali ko'rsangiz ham bo'ladi va haydovchini ma'lumotlari, undan so'ng masofa, kutish hammasi ko'rinadi va bu yerda jami summa ko'rinadi va albatta komissiya miqdori sizdan yechib olinadi. Komissiya miqdorini admin belgilab o'tadi. Balkim 1%, balkim 0%, balkim 10%, balkim 5%, uni albatta admin tomonidan belgilab o'tiladi. Shundan so'ng buyurtma yopildi. Buyurtma yopilganidan so'ng avtomatik tarzda yana siz onlayn bo'lasiz. Buyurtmalar qidirilmoqda deydi va sizga o'sha turgan joyingizda turgan joyingizda 5 kilometr radiusi ichida yana sizga buyurtmalar kelib tushadi. Buyurtmalar kelib tushish jarayoni xuddi shunday tarzda amalga oshiriladi. Shundan so'ng kutasiz va sizga agarda buyurtmalar bo'lsa, mana shu yerda buyurtmalar sizga kelib tushadi. Siz buyurtmani yopganingizdan so'ng kutasiz. Kutganingizdan so'ng o'sha siz turgan joydan yana buyurtmalar kelib tushadi. Mana shunday holatda siz barcha buyurtmalarni qabul qilib olasiz. Agarda sizda aktiv buyurtma bo'lsa, demak qanday bo'ladi? Aktiv buyurtma bo'lsa, haydovchi haqida tugmasini ustiga bosasiz va aktiv buyurtmani ustiga bosasiz. Agarda sizda aktiv buyurtma bo'lsa, mana shu yerda sizni aktiv buyurtmangiz paydo bo'ladi. Do'stlar, demak, sizda aktiv buyurtma bo'lsa, siz ishni yopa olmaysiz. Deylik, siz ishni tugatdingiz, boshqa buyurtmalar olgis kelmayapti. Demak, buyurtmani to'liq bajarib bo'lganingizdan so'ng ishni tugatib o'tishingiz kerak bo'ladi. Agarda buyurtma vaqti davomida telefoningiz zaryadi tugab o'chib qolsa yoki boshqa holatlar bo'lsa, siz admin bilan bog'lanish yozuvini ustiga bosib, demak, siz admin bilan bog'lanib o'tishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda o'sha siz sababni tanlaysiz. Admin bilan bog'lanish mana bu yerda joylashgan. Bu yerda sabablardan birini ko'rsatib o'tasiz. Deylik, buyurtma bo'yicha. Shundan so'ng adminga xabaringizni yozasiz. Buyurtmani yopish yoki boshqa holat deb xabarni yozasiz va jo'natasiz. Shundan so'ng adminga xabar boradi va admin sizning muammolaringizni hal qiladi va siz bilan aloqaga chiqadi. Mana shunday holatda agarda sizda qanaqadir muammo bo'lsa, demak shu holatda admin bilan hal qilsangiz bo'ladi. Bundan tashqari haydovchi haqida bo'limida statistikamiz bor. Statistikada kunlik, haftalik, oylik ma'lumotlarni ko'rib o'tsangiz bo'ladi. Balans bo'limi orqali bilib olasiz. Balansingiz 0 yoki minus holatda bo'lsa, siz jonli lokatsiya jo'natgan taqdirda ham siz onlayn bo'lmaysiz, sizga buyurtmalar kelmaydi. Shuning uchun balansga e'tiborli bo'ling. Balansingiz qarzda yoki 0 minus holatda bo'lmasligi kerak hamda hisobingizda pul bo'lishi kerak hisoblanadi. Siz balansingizni to'ldirmoqchi bo'lsangiz, albatta adminga yozasiz. Admin bilan bog'lanish tugmasini yozuvini ustiga bosib adminga yozasiz va admin orqali hisobingizni to'ldirib olsangiz bo'ladi. Siz buyurtmalar bajarish davomida komissiya olinadi. Biz aytib o'tdik. Mana shu komissiya miqdorini admin belgilaydi va o'sha komissiyani foizi 1%, 5% mana shu sizning balansingizdan yechib olinadi. O'zi avtomatik tarzda yechib olinadi.
Siz esa o'sha mijoz bilan to'lovlarni amalga oshirsangiz bo'ladi. Xohlasangiz naqd yoki xohlasangiz karta orqali o'zingizni kartangizga tushirib olib, demak mijozdan pullarni olsangiz bo'ladi. Mana shunday holatda demak siz ushbu botda haydovchi sifatida buyurtmalarni qabul qilib pul ishlab olsangiz bo'ladi. Albatta bu juda ham oson, batafsil videoda hammasini ko'rsatib o'tdim. Yana eng qizig'i bizda hozircha referral tizim bor. Referral tizim, bu yerda referral tizim tugmasi bor. Mana shu tugmani ustiga bosib, demak ma'lumot olsangiz bo'ladi. Hozircha har bir referral silka orqali taklif qilgan do'stingiz birontasini taklif qilsangiz sizga 500 so'm beriladi. Bu miqdor o'zgarishi mumkin. Misol 200 so'm, 1000 so'm, 800 so'm yoki 2000 so'm buni admin belgilaydi. Mana shunday holatda siz ko'proq do'stlarni jalb qilib pul ishlab olsangiz bo'ladi. Mana bu havolani, silkani demak o'rtoqlaringizga yuborib o'tasiz. Ular ushbu botga kirib start bosib, demak botga qo'shilish kerak bo'ladi. Sizda mana bu yerda referral balans bor. Mana shu taklif qilinganlar soni ko'rib turiladi. Balans, referral balansingiz miqdori 5000 so'mdan oshgandan so'ng demak siz chiqarib olsangiz bo'ladi. Mana shuni pastki qismida pullarni chiqarib olish tugmasi paydo bo'ladi qachonki sizning hisobingiz o'zgarganda. Demak bemalol chiqarib o'sha tugmani ustiga bosib chiqarib olsangiz bo'ladi va undan so'ng sizga hamma ma'lumotlar ko'rinadi, nima qilish kerakligingiz. O'sha narsalarni to'ldirib adminga jo'natasiz va demak o'sha referral tizimidan topgan pullarni bemalol osongina kartangizga chiqarib olsangiz bo'ladi. Albatta to'lov sirazi amalga oshadi. Mana shunday holatda demak botga odam taklif qilib pul ishlab olsangiz ham bo'ladi. Undan tashqari do'stlar, demak hamma narsani aytib o'tdim. Boshqa hech qanaqa hozircha ma'lumotlar yo'q. Eng asosiysi, sizda qanaqadir muammo bo'lsa, albatta adminga yozing. Batafsil o'sha admin hamma muammolaringizni hal qilib beradi. Shundan so'ng deyarli hamma buyurtmani bajarib bo'ldingiz, zakazlar tugadi. Endi ishni tugatmoqchi bo'lsangiz, albatta ishni tugatish tugmasini ustiga bosib, bu yerda eng pastda joylashgan ko'rsangiz, shuni ustiga bosib, demak ishni tugatishingiz kerak bo'ladi. Agarda siz bu tugmani bosmasdan chiqib ketadigan bo'lsangiz, sizga avtomatik tarzda yana buyurtmalar kelib tushaveradi. Shu holatda siz albatta mana shu tugmani bosib ishni tugatishingiz kerak bo'ladi. Undan so'ng esa mana bu yerda jonli lokatsiya ko'rinib turadi. Mana shu jonli lokatsiyani ham o'chirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Mana shu ikkita narsani albatta ishni tugatganingizdan so'ng amalga oshirishingiz kerak. Bo'lmasa sizda qanaqadir boshqa muammolar paydo bo'lishi mumkin. Xullas, mana shunday holatda haydovchi sifatida siz buyurtmalarni qabul qilib pul ishlab olsangiz bo'ladi. Qanaqadir savollaringiz bo'lsa, albatta admin bilan bog'laning.